Bazaltoviy termopanel so'ragandinglar. Mana sizlarga Beeline fasonda bazaltlar 120 ga 5 plotness bo'ladi. Atroflari polni serpianka bilan qoplangan va shu yerlari polni aylanpasiga maxsus kleylar bilan qoplangan bo'ladi. Buni eng qiziq tomoni, bunga zontik shart emas. O'sha bu plotnesslari hamma kafel kley bilan uchaydigan darajaga keltirilgan, bir-biriga kiydiriladi va kafel kley bilan montaj qilinadi xolos. Hozir quyilish jarayoniga tayyorgarlik, ya'ni buni ustidan AMK qoplamalarini qoplaymiz, ya'ni shu termopanellarimizga o'xshab mana bu yerda o'sha tayyor quyilganlari ham bor. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa turadi. Buni kafel kley bilan xom g'ishmi, pishgan g'ishmi, shuvoq qilmasdan shuni yopishtirsalaring bo'laveradi. Bazaltni bilasizlar, bu ekologический, keyin vulkanistik parodadan bo'lgan bo'ladi, ya'ni tosh parodasi bo'ladi, yonmaydi, o'ziga suv shimmaydi. Buni ustiga AMK qoplamasi qoplangandan keyin do'stlar, bemalol travertin chachib, uylaringni xohlagan rangga keltirib olsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa hozir quyilish jarayonini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, termopanellarimiz mana shu tariqa ishlab chiqariladi, ko'ryapsizlar. Buni ustiga AMK qoplamasini qalinligini ham ko'ryapsizlar, qay darajada 5-6 mm chiqadi. Bu qatgandan keyin tosh bo'lib qoladi do'stlar. Buni ustidan primoy xohlagan narsalaringni qilsalaring bo'laveradi. Mana hozirda quyilayotgan jarayoni shunaqa qilib sushkalarda quritiladi keyin. Bu qatgandan keyin 100% bemalol montajga yaroqli bo'ladi. Mana Beeline fasonda bemalol montaj qilsalaring ham bo'laveradi do'stlar. Bundan tashqari termopanel, penoplastiklari ham bor, xuddi shuni. Penoplastiklari 3 cm da, buni 5 degan qilib beramiz. Bundan ham buyurtma bersalaring bo'laveradi. Bu qat ketgandan keyin usti tosh bo'lib qoladi do'stlar.